Assalomu alaykum jigarlar, tuzukmisizlar, charchamayapsizlarmi? PUBG'da nima yengilliklar bo'lib ketdi? Old Haddock qaytarishdi. To'g'ri. Ba'zi insonlar bu narsadan xursand, ba'zi insonlar xafa. To'g'ri, oldin faqat donatorskiy akkauntlarda bo'lgan Haddock. Nima deydi? Kimdirlarga orzu, kimdirlarga balkim qizig'i ham yo'qdir, balkim Haddock. Nima deydi? Menga ham unaqa Haddock qiziq bo'lmagan. Lekin ba'zi insonlarga Haddock orzu bo'lganda, to'g'risi. Donatorskiy akkaunti egalari hozir xafa, men bilaman. Chunki oldligi qolmadi Haddockka. Lekin bir oy uzog'i, bir oy emas, bir 20 kunlardan keyin Haddockka уже hech kimga qizig'i qolmaydi. Потому что erp keladi. Erp kelgan payt, mana yangi erp kelgan payt, bilasizlar, hamma serebro oladi, sariq jeton oladimi? Xohlagan odam Haddockka ola oladi. Oddiy akkauntdan Haddockka ola oladi. Bitta misol, mana qizil kristaldagi mifik kiyimlarni bir paytlar, mana misol uchun men kiymam bir paytlar kimlarga orzu bo'lmagan shu emotsiyalari, misol uchun. Shu emotsiya ham, misol uchun hozir kiyim, mifik kiyim emotsiyasi ham donatorskiy akkauntlarda bo'lgan oldin. Hammada ham bo'lmagan. Hozir kimga qizig'i bor aytinglar? Kimga qizig'i bor aytinglar shuni? Misol uchun mana meni kiyim ham oldingi sezon qaytdi, misol uchun mifik. Hozir buni emotsiyasini ham kimga qizig'i bor aytinglar? Vторжениyalar old bo'lgan, yugurib keladigan ya'ni kiyim, mifik kiyim ham old bo'lgan. Kimga qizig'i bor aytinglar? Haddock ham xuddi shunaqa narsa bo'ladi. Uje hamma inson uchun oddiy holat bo'lib qoladi, oddiy kiyim bo'lib qoladi. O'shaning uchun Haddock'i bor akkaunt egalari xafa bo'lmasanglar ham bo'ladi. Chunki bundan buyog'iga hamma akkauntda Haddock bo'ladi. Siqilmanglar. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Podpiska bo'lish esinglardan chiqmasin.